Suv tekinda sizlar uchun suv tekin narxda 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti 1.8 mexaniki. Hop, mashina polniy shumka bo'lgan ekan. Egalari 100% javob. Mashinamiz suyaklari but-butun edilar. 3-4 joyda kraskasi bor, lekin ichiga 100% o'tmagan. Qirilgan-sirilganiga septirilgan. Balonlarning holati yaxshi. Metan gazi bor, geni bor. Shumka bo'lgan mashina, mejigar pulti bor. Salonlari ham tiniq bo'lib turibdi. Xudo xolisi 287 ming kilometr yurgan ekan. Video registratori bor. Salonlari ham akkuratni yurib turibdi. Mana metan gazlari, pioner magnitofonlari bor. Hop. Orqa salonlari ham mana yomon emas. Yaxshi holatda mashina. Suv tekindan olib maza qilib haydayman deganlarga bu Lacetti 1.8imizni bor yo'g'i $4750 ga berib yuboramiz. Qo'yilmisizlar, mana hamma yog'i tekis bo'lib turibdi. Egalar nomerlarini pastga yozib qoldiramiz. Любой проверка